السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز باز تقدیم شما می‌گردد. در استودیو با شما جهانگیر صابر. دیروز تحت رهبری پرزیدنت شوکت میرزیویف ویدیو سلکتر برگزار گردید. پرزیدنت کشورمان در جمعیت نوبتی تاکید نمود که وظیفه مهمترین امروزه شکستن زنجیر ویروس در بین اهالی می باشد. این رعایت بیچون و چرای طلبات کرانتین، مستحکم نمودن دخل ناپذیری آنها، حفظ سلامتی، مبارزه برای حیات هر یک انسان را طلب می کند. علاوه بر این در جمعیت با دراز کردن محدودیت های کرانتین موجوده با مقصد پیشگیری پهنشوی این بیماری به طور نظررس کاهش یافتن مرگ رازیگی داده شد. Kun tartibiga o'tishdan oldin koronavirus masalasiga alohida to'xtalmoqchiman. Virus yuqtirganlar soni respublikamiz bo'yicha 18700 dan oshdi. Aholi og'ir bemorlar soni ham kun sayin ko'paymoqda. Koronavirusga qo'shimcha ravishda pnevmoniya holati ham keng tarqalmoqda. Shu sababli oxirgi 10 kunda mana hammalaring xabarlaring bor. To'rtmarta selektor o'tkazib, hokimlar, vazirlar va boshqa rahbarlarga qo'shimcha davolash o'rinlarini tashkil etish. Eng katta masala biz muvaffaqiyatli ish olib borgan davlatlarning tajribasini o'rganib, simptomsiz kasallarni uyda tizimli davolash, ularni zarur dori-darmon va oziq-ovqat bilan ta'minlash, tez tibbiy yordam tizimini yaxshilash bo'yicha biz topshiriqlar berdik. Bugungi kunda respublikamizda 46,5 mingta qo'shimcha o'rin yaratildi. Yana 30 mingga yaqin qo'shimcha o'rinlar tashkil etish ishlari bo'layapti har bir viloyat kesimida. Qo'shimcha 397 ta tibbiy yordam mashinalari xarid qilindi va mana yana bir 10-15 kun ichida 409 ta mashina joylarga yetkaziladi. Albatta to'plangan tajribani hisobga olib koronavirus davolash strategiyasini o'tgan safar kelishganda taktikasini o'zgartirishga majbur bo'ldik. O'zgarishlar bo'layapti sekin-sekin. Qandaydir hammamiz ham o'zimiz kamchiliklarimizni bilib o'zimizga yarasha tajriba orttiryapmiz. Tibbiy oliy o'quv yurtlari va kollejlarda va pensiyaga chiqqan mutaxassislar orasida jami 5 mingga yaqin vrachlar va 9 mingga yaqin hamshiralar bemorlarni davolash va maslahat berishga jalb etildi. Ommaviy axborot vositalarida, televideniyada, ijtimoiy tarmoqlarda har daqiqada mana mahalla kanalini 24 soat shu tizimga o'tkazib qo'ydikki, joylardagi odamlarni qiynayotgan savollarga aniq mutaxassislar javob berishga harakat qilinyapti. Albatta Germaniyani mutaxassislaridan olib keldik. Bugun mana juda katta guruh Turkiyadan keladi. Ular ham juda og'ir sharoitda o'ziga yarasha juda katta tajriba orttirdi. Albatta men birinchi kundan boshlab aytayapman, mana shu tibbiyot xodimlari, sog'liqni saqlash ko'p mutaxassislari o'z hayotini va sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib kasallikka qarshi mardona kurashayapti. Bugun ham men ularga alohida rahmat aytmoqchiman. Infeksiyani jilovlashda ulkan jasorat va fidoyilik ko'rsatgan bir guruh tibbiyot xodimlari, ichki ishlar, mudofaa va favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Milliy gvardiya xodimlarini va boshqa tashkilotchilarni faxriy unvon, orden va medallar bilan mukofotlash to'g'risida farmonga qo'l qo'ydim. Hali bunday mukofotlar ko'p bo'ladi. Bu kurashda o'zini ayamay mehnat qiladigan barcha tibbiy xodimlarni albatta munosib taqdirlaymiz. Nimaga desangiz, ular haqiqatda qahramonlik ko'rsatyapti, o'zini jonini xavf ostiga qo'yib, mana shunday og'ir sharoitda o'zini professional burchini bajaryapti. Yig'ilish yakunida koronavirusga qarshi kurashda hushyorligimizni oshirish uchun davlatimiz rahbari xalqimizga yana bir bor murojaat qildi. Odamlarimiz zararlangan soni va o'limlar soni ko'paygani albatta bizni juda katta tashvishga solayapti. O'zimiz asramasak, o'zimizni farzandlarimizni, o'zimizni aziz ota-onalarimizni o'zimiz asramasak, hech kim bizni asrolmaydi. Hamma qilgan chora-tadbirlarimizni tagida bitta narsa, shaxsiy mas'uliyat va javobgarlik. Karantin normalariga juda katta e'tibor berib, odamlarimizni talablarini inobatga olib, mana shifoxonalarni tashkil qilib, dori-darmonlarni tashkil qilib, tez tibbiy yordam xizmatini mutlaqo boshqa choralarni ko'rganimiz mahalliy hokimiyat rahbarlari o'zi ishondi va ko'rdiki, joyda juda katta kamchiliklar bor. Shu kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha bizda bitta narsa, juda katta intizom bilan, tartib bilan odamlarimizga qilgan xizmatimizni sifatini oshirib, tibbiy xizmat xodimlarimizga yana bir marta minnatdorchilik, rahmat bildirib, chora tadbirlarimizni
bugungi kundagi og'ir vaziyatimizdan xulosa qilishimiz kerak. Ana shuni qilmasak natija bo'lmaydi. Ana shuni hammamiz birgalikda, hamma tizim ishlasa, faqat tibbiyot xodimlariga tashab qo'ymasdan butun ijro organi rahbarlari o'z vaqtida bajarsa, o'shanda natija biz kutgandek bo'ladi. Yana bir marta xalqimizga murojaat qilib iltimos qilmoqchiman. Faqat va faqat sog'lig'imizni o'zimiz asrab, karantin normalariga hammamiz e'tiborni kuchaytirib, farzandlarimizni, oila a'zolarimizni, qarindoshlarimizga ogoh bo'lib, yig'ilishlarni kamaytirib, o'zimiz karantin normalariga qarasak, jilovlab olamiz bu. Har birimiz o'zimizni sog'lig'imizga beparvo bo'lmasak, natija bo'ladi. در جمامت نوبتی تاکید گردید که پیش از همه مبارزه بر ضد پاندمی مسئله وجدان هر یکی ماست. من پیش از همه برای سلامتی خودم، عائله‌ام و فرزندانم مسئول هستم. برای فکرها را در شعور مردم چقدر رسانیدن لازم است. در ویدیو کنفرانس پرزیدنت شوکت میرزیویف قید کرد که او درباره مکافاتانیدن یک گروه هموطنانمان که در مبارزه علیه کرونا ویروس فداکاری ظاهر نمودند فرمان امضا کرده است. در اساس فرمان پرزیدنت شوکت میرزیویف، سردختر مرکز سانیتری اپیدمیولوژی و آسایشگی ناحیه سوق منوچهر احراری نیز با مدال شهرت تقدیرانیده شد. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men So'x tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bosh vrachi Ahroriy Manuchehr Abdumuhammad Soda bo'laman. Mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan menga berilgan shuhrat ordenlari bilan taqdirlanganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi biz kecha kunduz mana shu kasallik, koronavirus kasallikni oldini olish bo'yicha tumanda olib borilgan ishlarimizlarni inobatga olganlari uchun, qolaversa kecha kunduz olib borilgan faoliyatlarimizni qadrlaganlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Bundan tashqari bu menga yana bundan ham kuch-quvvat berdi. G'ayratimga g'ayrat qo'shildi. Bundan buyon o'zimni bor bilimim bo'yicha harakat qilib xalqimga, prezidentimga, vatanimga xizmat qilaman. Yaqinda yuqumli kasalliklar bo'limida davolanib chiqdim. Hozir uy karantindaman. Sog'lig'im joyida. Xudo xolasa 2 kun, 3 kun davomida yana ishga qaytib o'z faoliyatimni davom ettiraman va tumanda bo'layotgan shu sanitar targ'ibot ishlarini, dezinfeksiya ishlarini yana kuchaytirish maqsadida ishga qaytib yana ishimni davom ettiraman. مکافات مبارک باشد منوچهر. البته هر کسی که از تحت دل صدق دلانه در راه منفعت خلق و آبادی دیار کار و مهنت میکند، روزی البته قدر مییابد. بخش خبری پیام روز دوام دارد. ترتیب ایمپورت سمنت در ازبکستان ساده تر کرده شد. قرار دیوان وزیران رسولیک ازبکستان درباره چاره و تدبیرهای ساده‌گردانی ترتیب ایمپورت سمنت و با سمنت با صفت تامین نمودن بازار داخلی قبول گردید. موافق قرار در اساس ساده‌تر کناندن ترتیب آزاد به معامله برآوردن سمنت به مملکت وارد شونده عملیات جاری می‌گردد. از جاری گردیدن کرانتین بعضی هموطنان ما برای منفعت خود استفاده بردن نرخ محصولات‌های آذوقه‌واری را به طور صنعی بلند کرده ایستادند. این حالت در ناحیه از جانب شعبه ناحیوی دپارتمنت مبارزه علیه جنایت‌های اقتصادی حضور گمپرکراتور رسپولیکا به نظارت گرفته شده است. پرزیدنت شوکت میرزیویف در برآمدهای خود تاکید می‌کند که در شرایط پاندمی خاصه در وقت کرانتین برای به طور صنعی گرانشوی نرخ محصولات‌های آذوقه‌واری اصلا راه ندهیم. در عکس
عکس حال در چنین وضعیت به هموطنانمان دست مدد دراز کردنمان شرط است. درست است که در ناحیه سوخت به صاحبکاری مشغول شدن به خود خواست دشواری ها دارد. سبب در آن است که سوخت ناحیه انکلاو به شمار می رود. گذشتن از سرحد، خاصه گذراندن محصولات های آذوقه‌واری از سرحد توسط مملکت همسایه از صاحبکاران ما مشقت های زیاد طلب می‌کند. به همین خاطر قسمت زیادشوی نرخ محصولات‌های آذوقه‌واری بعضا در ناحیه سوخت نیز به نظر می‌رسد. از این لحاظ شعبه ناحیوی دپارتمنت مبارزه بر ضد جنایت‌های اقتصادی حضور گنپرکراتوری ریسپوبلیکا امروز به نقطه‌های سودا رفته حالت نرخ محصولات‌های آذوقه‌واری را آموخت و به نظارت گرفت. Yağlar neçe pul satılyaptı aka? Semichka yağı. Semichka yağı 43 ming so'm. Aha. Farg'ona yağı 44 ming so'm. 44 ming so'm. Hop, necha litrlik aka bular? Turi 8 turkalarni chizdi. Birlamchi oziq-ovqat mahsulotlar bormi? Qo'shimcha bir kartoshka, piyoz, sabzi bormi? Necha puldan sotilyapti? 1000 so'mdan. Unlar necha kilolik? Un 45 kg. Necha pul sotilyapti? 170 ming so'm Qo'qondiki. 115 ming So'xdiki. 115 ming So'xdiki. 45 kilolik u ya. Sotuvchi o'zingizmi? Necha pul sotilyapti? Paxta yog'lari, o'simlik yog'i necha pul sotilyapti sizda? 46. Semichka yog'chi, pista yog'i. 34 ming. 34 ming. Tuxumlar necha pul sotilyapti ona? 850 so'm. Un bormi un? با صاحبکاران ناحیه فهمانیده شد که در دوره قانون کاربرد نرخ محصولات را از معیار زیاد قیمت نکنند، زیرا امروز با سبب پنجشوی پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن کرانتین قسمی از شهروندان ما از جهت اقتصادی کمتر اذیت میکشند. در چنین مورد دستگیری نمودن عائله های احتیاجمند، دستی مدد دراز کردن با آنها از عمل ثواب است. کمتر فایده کرده با نرخ نسبتا ارزان محصولات های آذوقه‌واری را فروختن هم از عمل های ثواب ترین به شمار می رود. سلطان شاعران عالم آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی میگوید که گر بر سر نفس خود امیر مردی، در حقیقت انسان اگر زمام نفسش را به دست گیرد، امیر نفس خیش گردد، شاید در حال ثروتمند نشود، اما البته در هر دنیا سعادتمند خواهد شد. پس از وضعیت به منفعت خود استفاده نبرده برای مردم کمتر نفع خود را رسانیم. البته روز مکافات این عمل نیکمان را بر زیاد خواهیم گرفت. در محله ققیر حدود سکتور سیوم یک چند سال است که مردم از معمای وابسته به قوه برق اذیت میکشند و در این خصوص به تلویزیون سوخت نیز مراجعت کرده بودند. ما در این باره لوحه تنقیدی تحلیلی تهیه نموده به متخصصان مراجعت کرده بودیم. امروز در این دهه معما حل خود را یافته ایستاده است. در ناحیه سوخت یکی از مسائل اساسی معمای وابسته به قوه برق می باشد. به همین خاطر روزهای آخر در ناحیه بهره برطرف نمودن معماهای وابسته به قوه برق کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستادند. در دهه ققیر نیز معمای اساسی مسئله عوض کردن سیمچوب‌های کهنه و وصل کردن ترانسفورماترها می باشد. امروز باشد با سعی و حرکت شعبه تامینات قوه برق ناحیه در محله هوشیار کارهای برطرف نمودن معماهای وابسته به قوه برق در اوج می باشد. ما امروز در محله سبزور کوچه نمونند هستیم. در کوچه نمونه من چندین سال باز معمای الکتریک سلبه بود. هر شب شمال شود دیگر ساعت رکاسی ما برگشت رسیده بسیار معما میشید. شاوزی میستوندم بهاروندم الکتریک معماش بسیار بود. از مثلا از طرفی کارخانه شعبه الکتریک تامینات مرکزی سوخمان از با ما یک تا ترانسفورماتر 60 تا استلبه دادن از ما یاشون دستیان. رحمت کلون میگم اینو محله اینو همین کوچه همین تشکیلات نکارگران در اینجا ما همه یاردم دواسگی هشار شسگی منده یاردم خودم میگم می نداریم ماش معمای قوه برق پورا برطرف کرده میشه اگر همین کارها انجام میشه. اگر ها همین وای کارها با آخر رسد اون معمای قوه برقی نمیمونه. این طلای شب من ندار میشه ما حالا می ندار است. و محله مذکور در اصل نزدیک 70 عدد پایه‌های بتونی موجود بودند. امروز زیاده از 30 عدد آن آورده شد و در عین حال خادمان اداره قوه برق برای وصل کردن آن در محله سعی و حرکت کرده ایستادند. اهالی دهه از رهبر دولت و خادمان قوه برق می‌نه دارند، زیرا امروز خادمان ساحه با جد و جهد برای برطرف کردن مشکل‌های مردم ده سعی و حرکت دارند. این پستر امروز تا 21 سال یادم تا مونده یک استلبه توتزی نبوده، همش ریکه یک چوبی خودساز هر روز دو بار سه بار سوید نیست. من برابری حاکمی ناحیه‌ام، برابری سکترم، من پرزیدنت ما رحمت هم در نتیجه همکاری پرزیدنت هم آبادی شد. من مسئله آبم من نوشوکم اساس با همه خادمان اداره برقی با ناحیه با سکتر من با شما و همتون رحمت.
زینه به زینه حل خود را یافتن مشکل‌های مردم ناحیه سوخ این از آن دلالت می‌دهد که سوخ در مد نظر حکومت و واقعاً در پیش نظر رهبری دولت بوده هیچگاه از اعتبار دور نمانده است. خاطررسانی می‌کنیم که تنها برای برطرف کردن مشکل مردم ناحیه انکلاو دستور دولتی ترتیب داده شده است و مدت اجرای آن تا سال 2023 میباشد. پس معلوم می‌گردد که تا سال 2023 در ناحیه سوخ همه مشکل‌های مردم پورا برطرف کرده می‌شود و ناحیه سوخ به یکی از زیباترین شهرچه‌های کشور آفتابی ازبکستان تبدیل می‌یابد. شما را با خبرهای مهم دنیا توسط صحیفه دنیا 24 شناس می‌کنیم. در شتات‌های متحده امریکا در شبانه روز آخر بیش از 72,000 نفر مبتلای کرونا ویروس شدند. در دوام دو روز شماره وفات کردگان به بیش از 1000 نفر رسید. موافق معلومات‌های آخرین پیشنهاد شده در 24 ساعت آخر در کشور 72,306 حالت کرونا ویروس به قید گرفته شده است که از آنها 1195 نفر وفات کردند. همگی زیاده از 143,000 نفر بیماران وفات کردند. در مملکت ایران شماره قربانیان کرونا ویروس بیش از 15,000 نفر شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران آمار جدید از سرایت شوی شفایابی و فوت از کرونا ویروس را نشر نمود. با اطلاع سیما سادات لاره در 24 ساعت گذشته 2621 بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در ایران شناسایی شد که 24 مورد بستری شدند و با بقیه بیماران نیز به صفت سرپای خدمات ارائه شد. مجموع بیماران کرونا ویروس در ایران به 284,034 نفر رسیده است. در گرد از سوختار جنگلزارها همان دوام دارد. زبان آتش ده ها کیلومتر را فرا گرفته منبع‌های نوی سوختارها پیدا می شوند. چند پیش آتش به شهر کارینف نیز نزدیک شد که این 80 کیلومتر دورتر از افینا می باشد. بخش خبری پیام روز دوام دارد. منینگ یورتم تلکانال مذکور یکی از همکاران اساسی ما بوده. لوحه و گزارش های ما توسط بخش اینفورماسیونی دستور حدود تلکانال مذکور منتظم نمایش داده می شود. لوحه نوبتی ما نیز توسط بخش اینفورماسیونی تلکانال منینگ یورتم نمایش داده شده است. توجه کنید. Prezidentimiz tashabbusi bilan Farg'ona viloyatining So'x tumani kundan kunga obod bo'lib, chiroy ochib bormoqda. Yillar davomida to'planib qolgan qator muammolar bartaraf etilyapti. U yerdagi mahalliy aholi hukumatimizning So'x tumanida olib borayotgan ishlariga minnatdorlik bildirmoqda. Odamlar ish bilan ta'minlanyapti. Ularning mehnat qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Malbut mahallasining tog' etaklarida yangi bog' barpo etib, toshloq go'shani gulzorga aylantirgan So'xlik bobo dehqon haqida jamoatchi muxbirimiz Jahongir Sobirov so'z yuritadi. Bugun So'x tumanidagi Malbut qishlog'iga kelsangiz, tog' va toshlarda ketmon urib, tunu kun mehnat qilayotgan bobo dehqonning zahmatini qadrlab, suvsiz go'shalarga ham yaratganning obi hayot in'om etganiga guvoh bo'lasiz. Tog' bag'ridagi tashlandiq yerni obod etish maqsadida quduq kovlagan Toyirjon Jo'rayevning necha yillik orzulari ushaldi. 100 metr chuqurlikdan katta shiddat bilan otilib chiqqan obi hayot hatto giyoh unmaydigan yerni ham qisqa muddat ichida kun-kuk bog'ga aylantirdi. 2 yildan beri ko'rib turibman qilayotgan mehnatingiz. Endi shuncha qilingan mehnat o'laroq yana bu tomonini ham endi bitta bizga eng yaxshi mana tog'li hudud bo'lgani uchun menimcha pista bodam. Ha? Nima deysiz mana shunga? Nima reja qilsak bo'ladi birgalikda? Xudo qolsa niyatimiz ham shu, mana yarmi o'zlashtirib bo'ldik. Endi ko'nglimiz to'q bo'ldi, suvimiz yetarli ekan. Bu yog'ini ham xudo qolsa pista, bodom mana shunaqa quruq mevalar, zamonaviy bog' qilib o'zlashtiramiz. Xudo qolsa erta bahorda xudo qolsa bu yerni boshlaymiz, tekislab daraxt ekishni boshlaymiz. Niyat shunaqa. Obi hayot chiqdi-yu yangi bog' barpo etildi. Oradan 2 yil o'tmay turib bog'dagi daraxtlar ham meva bera boshladi. Tog' bag'rida, tosh ustida barpo etgan bog'ni ko'rib, bir narsaga yana bir marta amin bo'ldik. Dar haqiqat dunyoda bizning xalqimizchalik yerni qadrlaydigan, qilgan mehnatidan baraka topib, orzu havas bilan yashaydigan xalq yo'q.
Toyirjon aka nafaqat bog'dorchilik, balki parrandachilik va asalarichilik bilan ham shug'ullanib kelmoqda. Baliqchilikni ham yo'lga qo'yish istagi bor. Bu hududda o'zlashtirilmagan yerlarni o'zlashtirib, pistazorga aylantirish choralari ham ko'rilyapti. Jahongir Sobirov, Muhib Azamjonov, So'x tumanidan maxsus hudud yoshlar informatsion dasturi uchun tayyorlandi. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز و در همین جا به بخش اینفورماسیونی حسنی انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید و در همین جا تکرار شود هم همین را گفتنیم که به قاعده های کرانتین رعایت نموده التماس در خانه بمانید، زیرا گرفتن پیش راهی پهنشوی بیماری کرونا ویروس تنها به رفتار و گفتار و پنداری ما و شما وابسته است و خلاص.